Uyghur tili oshkora holda Xitoy doiralari tomonidan chetga qilmoqda. Atalmış qo'sh til ma'rifnoma ostida Uyghur tilini chetga qo'ygan Xitoy doiralari Uyghur dehqon va chorvachilarni Xitoy tilini o'rganishga majburlamoqda. Atalmış qo'sh til ma'rifnoma ostida Uyghur tilini chetga qo'ygan Xitoy doiralari Uyghur dehqon va chorvachilarni Xitoy tilini o'rganishga majburlamoqda. Tangirtaq to'rining 13-iyun kundagi xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari Ramzan oyi kirgandan boshlab Sharqiy Turkistonning har qaysi rayonlaridagi Uyg'ur dehqon chorvachilar orasida Xitoycha so'zlash va Xitoycha o'rganish musobaqalarini uyushtirayotgan bo'lib, buning bilan Uyg'ur aholilarining Xitoy o'lkalariga borib ishlash qizg'inligini yuqori ko'tarishni maqsad qilganligi bildirilgan. Xabarda deyilishicha, Sharqiy Turkistonning Baynayisida Ramzan oyining 5-dan boshlab dehqon chorvachilar uchun atalmış qo'sh til musobaqalari uyushtirilgan va Xitoycha hikoya, naqshi qatorliqlarni aytishga majburlangan. Xabarda yana Sharqiy Turkistondagi Xitoy vakillarining so'zlari berilgan bo'lib, bularning deyishicha Xitoychani bilmaslik Xitoy rayoniga yo'tkalgandan keyingi qiyinchiliklarni texmo oshirib o'tishga sabab bo'ldi ekan. Shu sababdan bu xildagi Xitoycha so'zlash musobaqalarini olib berish Uyg'urlarning Xitoy o'lkalariga yo'tkalganlikdan keyingi qiyinchiliklarni hal qilishni maqsad qilganligi da'vo qilingan. Xitoy tajovuzchilarining Sharqiy Turkistonda olib berayotgan bu xildagi assimilyatsiya siyosatlarga mos holda yana 100% umumlashdi deyilgan atalmış qo'sh til yesilarini texmi ko'paytib selayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Xabarda Kuchan ayisining Xon Atam yesida 13 qo'sh til yesilisi rasmiy ishga kirishtirilgan bo'lib, bu yesilda hozirgacha o'qish yoshiga to'shmagan bolalardan 2257 nafar Uyg'ur farzandining Xitoycha o'qiyotganligi, yana yangidan 10 yesilning bitish oldida turayotganligi 9-oyda rasmiy ishga kirishtirilganligi bildirilgan. Tangirtaq to'rining 13-kundagi xabarida bu yesilda o'qiyotgan bolalarga atalmış millatlar ittifoqlashib bir oila kishilardek bo'lish degandek temalarda maxsus Xitoycha qizil naqshi o'qitilib, kichikdan kommunistcha tarbiyalab chiqish maqsad qilinganligi xabar qilingan. Xitoyning atalmış qo'sh til ma'rifi haqida qo'sh tillik ma'rif bo'lmasdan balki Xitoyni majburlab Uyg'ur tilini chetga qo'yish, bu orqali Uyg'urlarni ona tildan uzoqlashtirish, Uyg'urlarni Xitoycha so'zlaydigan, Xitoycha tafakkur qiladigan assimilyatsiya siyosatining bir qismi ekanligi o'tirib qo'yilmoqda.